Assalomu alaykum, Mototols kanali obunachilari. Ancha bo'ldi, bilasizlar, video qo'ymaganimizga. Bugun sifati zo'r bo'lgan, arzon narxda bo'lgan Svarka apparatlarini narx-navlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videomiz yoqsa, ya'ni like, podpisatsiya bo'lib qo'yasiz. Qani boshladik. Sifati zo'r bo'lgan Svarka apparatlardan ko'rsatamiz. Bu nima deganim? Ya'ni Jazzikdan boshlab oddiy Svarka apparatgacha narx-navlari bilan tanishtirib o'tamiz. Hozirda eng ko'p so'ralayotgan, ya'ni Svarka apparatlaridan biri, ya'ni Bioti brendiga tegishli inverterlik sifati juda ham yaxshi, 220 amperaj bo'ladi. Ya'ni juda ham past tortga ishlaydi va aytganday idealni Svarka apparati sizni yoqib bera oladi. Bu narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi bor yo'g'i 625 ming so'mga original bo'lgan 3 to'rlik elektrodgacha yoqadigan Svarka apparatni xarid qilishingiz mumkin. Agar bundan salgina kuchliroq kerak desangiz, mana 250 amperajli ham bor. Buni ham narxi juda ham arzon, professionalni bu, mana yozib qo'yibdi. Bu oddiy, masalan, oddiy ishlatish emas, professionallar uchun ishlatadigan Svarka apparatlardan biri hisoblanadi. Bu 250 amperajni narxini 650 ming so'm qilib beramiz. Undan tashqari 330 amperajli bor. Bu ham professionalni. Ko'rishingiz mumkin. 330 amperajli professionalni Svarka apparat. Inverterlik past tortga ham ishlaydi. O'zida yozib qo'ygan 75 volt, ya'ni 75 volt tortga ham bemalol Svarka apparatingizni yoqib bera oladi. Inverterli Svarka apparatlaridan biri bo'ladi. Narxi bor yo'g'i 850 ming so'm qilib beramiz. Undan tashqari Xitoy Svarka apparatlari bor. Toza Xitoy Svarka apparatlaridan biri. O'zi xitoycha ham yozilgan. Bularda na brend, na nom bo'lmaydi. Mana xitoycha yozilgan. Shenyuan, ya'ni o'sha Xitoyni shaharlaridan birini yozib chiqargan, oddiy bir nomi yo'q o'zi. Bu Xitoy Svarka apparatlari narxini 750 ming so'm qilib beramiz. Xohlasangiz Volk brendiga tegishli bor, o'zi rossiyskiy brend hisoblanadi. 550 amper, 600 amperlarga bor. Volk sifati apparat zo'r Svarka apparat chiqadi. Narxi 850 mingga 950 ming so'm qilib beramiz. Endi eng qimmatlariga o'tsak, Jazziklarga o'tamiz. Jazzik. Hozirgi ko'rsatadiganimiz faqat Svarka apparatlari narxini ko'rsatamiz. Keyingi ko'rsatadiganlarimiz polavtomat, argon, plazma rezlarni ham narx-navlarini tanishib o'tamiz. Jazziklarni endi bilgan biladi, bilmagan o'zi ishlatganlar ham biladi. Original bo'ladi, 100%. Sifati zo'r chiqqan Svarka apparatlardan biri. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi bor yo'g'i 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. Xohlaganlar uchun mana Jazzikni inverterligi ham bor, ya'ni 320 amperajli Jazzikni inverterligi sifati juda ham yaxshi chiqadi. Narxi bor yo'g'i 1 million 800 ming so'm chiqadi. Agar o'ta professionalni, men sexlarga ishlataman, original Svarka apparat deganlarga mana inverterlik RH Svarka apparati bor. Ya'ni bu originali, tozasini, haqiqiysini yozib qo'yadi. Bularda 200 amperajli, buning narxini 1 million 800 ming so'm qilib beramiz. Xohlaganlar uchun Jazzik Svarka apparatimizda, ya'ni ham 380 ham 220 da ham ishlaydiganlar bor. Ularni qulayliklaridan biri, xohlagan elektrod yoqyapsizda, 2,5 elektrod 2,5 ga qo'yasiz. 4lik elektrod qo'ysangiz, 4likka, 5lik elektrod yoqsangiz ham 5likka qo'yib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Buning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3 million 800 ming so'm qilib beramiz. Xohlaganlarga mana plazma rezlarimiz ham kelgan, ya'ni bu kompressor ulab ishlatiladi. Bularda original bo'ladi. Qirlik, ya'ni 2-2,5lik temirlarni kesadigan. Narxi bor yo'g'i 1 million 650 ming so'm qilib beramiz. Endi polavtomatlarga o'tamiz. Polavtomat 315 amperajli Bizon firmasiga tegishli 320 amperajlilarni polavtomatlarni narxini 980 ming so'm qilib beramiz. Ya'ni polavtomat 1 kilolik sim ketadigan, bezgaz ishlaydigan varianti. 1,5 million, 1 million 300 sotadigan polavtomatlarimiz. Undan tashqari Rolls brendiga tegishli, ya'ni 250 amperajlisi ham bor, MiG 250 deyiladi. Buning narxini bor yo'g'i 1 million 450 ming so'm qilib beramiz. Xohlaganlarga mana 1 million 550 ming so'mga MiG 350, ya'ni kablosi katta yonadigan, ham argon, ham Svarka apparat, ham kontaktga bo'ladigan 4 xil funksiyani bittada bajaradigan polavtomatlarimizdan biri. Agar menga ham gaz, ham bezgaz ishlayman degan akalarimiz uchun Bioti brendiga tegishli 500 amperajimiz bor. 500 amperajimiz narxi 2 million 400 ming chiqadi. 600 amperajimiz bor. 600 amperajimiz narxi 2 million 550 ming so'm chiqadi. Xohlaganlarga rossiyskiy brendiga tegishlisi bor. Volk deyiladi. Xitoydan chiqadi bu ham. 700, MiG 700 deyiladi. Bu ham 5 kilolik sim ketadigan, ham gazlik, ham bezgaz ishlaydigan bo'ladi. 3 quloqchali bo'ladi bularda. Buning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 2 million 450 ming so'm qilib beramiz.
Bu yoqda Rolf brendiga tegishlisi bor. Bu ham 3 quloqchalik, 450 amperajli, 5 kilolik sim ketadigan, ham gazlik, ham bez gaz ishlaydigan pol avtomatimiz. Narxi 2.800.000 chiqadi. Va eng zo'riga kelsak, bu Jasik bo'ladi. Jasikni toza 250 amperajligi bor. Bu ham gaz, bez gaz ishlaydigan 5 kilolik sim ketadigan varianti. Narxi 4.500.000 so'm. Agar argon jasiklarimiz kerak bo'lsa, 4 quloqchaligi bor. Narxi 4.200.000 so'm qilib beramiz. Sifati zo'r bo'lgan svarka apparatlarini ko'rsatib o'tdik. Yana xudo xolasa batafsil ma'lumot olaman desangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz, manzillarimiz, telefon raqamlarimizni ko'rsatib o'taman. Manzilimizni so'raganlarga Toshkent shahrida joylashgan Do'murobod bozorini hamma bilsa kerak. Shuni qarama-qarshi tarafida Mototol do'konimiz. Telefon raqamlarimiz 99lik 576 37 37 va 95lik 816 94 94 raqamga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor.